Assalomu alaykum hurmatli akam bulasini obunachilari. Mana biz xudo xohlasa Namanganga chiqqan mashinani pulini beramiz akamizga. Qozog'istonlik akalarimizga alanganlik salom. Mana shu akamiz ham Qozog'istonga borib musofirchilikka sluchayna internetda ko'rib akam bulasini o'yini odamlar mashina yutyapti. Ukamiz ham havas qilib, mana bitta bilib olay, omadimni sanab ko'ray degan ekanlar. Mana bitta mashina chiqyapti, lekin pulni olishga maqsad qilganlar uy quryapman. Birinchi uy, joy, keyin mashina. Haqiqatan ham kirisha bo'lsa, mashina topiladigan narsa. Akajon assalomu alaykum. Zo'rmisiz, tinchmisiz? Rahmat. Charchamay turibsiz. Birinchi mashina bilan tabriklaymiz. Rahmat. Keyin yutuq bilan mana yutug'iz oling. Rahmat. Endi qalbovoni ko'rsatib bo'lmaydi, shu uchun konvertda sanab olganlar hammasi joyida. Nima deysiz obunachilarimizga? Hammaga salom. Obunachilarga, hammalaring ishoninglar, rost ekan mana kelib mashinani o'rniga pul olmoqchi edik qurilish uchun. Mana oldik. Omad aka, hammaga rahmat. Tushirgan pullaringga rozi bo'linglar hammalaring. Yana o'ynashda davom etamiz biz ham. Endi xudo xolasa bu safar mashinani olishga harakat qilamiz. Inshaalloh nasib qilsin. Nasib qiladi. Bir hafta bo'ldi qaribda. Ishongan edingizmi bular telefon qiladimi, yo'qmi? Yo'q, ishonganim yo'q edi. Endi hammaga Har xil bo'ladi odam. omad tilaymiz. Hammalaring o'ynab yutinglar. Hammaga nasib qilsin. Nasib qilsin. Tabriklaymiz yana bir Rahmat. bor. Bu assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Rahmat. Bu ukamizni dadalari bo'ladilar. Bu siz nima deysiz obunachilarimizga? Obunachilarga ishonish kerak ekan. Yaxshi. Rost ekanmi? Rost ekan. Mana yo'q yerdan. Endi pul nima qilmoqchisizlar? Mashina olmadingiz. Haydab yursangiz bo'lmasmidi? Uyda mashina bor, yaxshi. Qurilish ishlatamiz. Niyatimiz yomon emas, yaxshi. Namangan Xonobod. Xonobodga boradi. Xonobodlik akalar o'yini ishtirok qilinglar. Sizlarga ham zo'r mashinalar chiqsin iloyim. Mana bu jitar kecha o'yinimizga Tojikistonga chiqqan. Xudo xohlasa buni ham Tojikistonga olib borib beramiz yo olib ketadilar. Hammaga rahmat. Bu yana tilaklar bo'lsa ayting. Shu hammalarga rahmat. Sog' bo'lasiz. Davom etasiz yana. Xo'p, Rahmat. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Xo'p. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga. Uyni qurgandan keyin to'y qilsangiz, obunachilarimizni chaqirasiz biz bilan. Xo'p. Chaqiramiz. Mayli, xo'p. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.